Hammaga assalomu alaykum. Bugun tug'ilgan kun uchun vlog olishga qaror qildim. Raniyaxon qizimni tug'ilgan kuni uchun juda ham bir boshqacha stol va dekoratsiya qilaman deb juda ham oldindan reja tuzib chiqdim. Uyda katta erkakli pakashda bo'lmagani uchun stollarni o'zim kuchim bilan surishga qaror qildim va amallab dam olib sekin surib oldim. Stolimizni ko'ndalang qo'yganimning sababi shuki, zalimizni yarmi kattaroq joy bo'lsin, fotozona uchun va bolalar o'ynashi uchun kattaroq joy qilmoqchi bo'ldim. Internetdan har xil ideya ko'rganimga o'zim qo'lim bilan neobычный narsa yasayman deb kirishib ketdim. Buning uchun marshmallow sotib oldim, poke oldim. Uni qanaqadir amallab crafting qilib chiqdim. O'ylaymanki chiroyli chiqdi, lekin baribir ko'nglimdagi bo'lmadi. Qizalog'im uchun juda ham boshqacha dekoratsiya qilish uchun harakat qildim. Ayniqsa qo'l mehnatini ishlatib zo'r chiqadi deb o'yladim. Baribir qo'l mehnati o'zim o'ylagandek zo'r chiqmadi. Orada oshxonaga kirib sho'rvaga qaradim, salatlarga tayyorgarlik qildim. Tez tayyorlashga harakat qildim, lekin как всегда ulgurmadim. Yaxshiyam o'sinim bor ekanlar, vohliroq kelib menga stollarni nakrivat qilishga yordam berib-vardilar va stolimiz ko'nglimdagi bo'ldi. Nima uchun ko'nglimdagi dekoratsiya qila olmadim? Shariklarga podstavka topolmadim. Olib qo'ygan shariklarimizning ichida rozovый shariklarimiz umuman yo'q ekan. Va har doimgidek yosh bolalarni tort puflash marosimi yig'i-sig'i bilan tugadi. Shunaqa qilib bir kunlik vlogimiz va tug'ilgan kunimiz tugadi. Hammaga kattakon rahmat.